800 mingga motor, salon, bagaj. Bundan zo'r taklif bo'lishi mumkinmi? Sizni mashinangizni 3 kunlab olib qolmaymiz. Ximchiskamiz 1 sutkada tugaydi. Men sizga hozir qilgan ishimizni natijasini ko'rsataman. Mana. Qayerdan boshlaymiz? Mana qarang, mashina shunchalik zo'r ochilgan. Patologiyaga baho berib qo'yasiz. Stoykalari, remenlariga, sideniyalarni ximchiska qildik. Mana orqasi qalay chiqibdi akalar. Bagajga ham baho berib qo'yasiz. Balonlarni chiqarib, teglari bilan chiroyli qilib qildik mana. Ko'ryapsizmi? Rullari matviy bo'lib qoldi. Agar ishimiz yoqqan bo'lsa, ishimizning natijasi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, bizga podpiska bosib qo'yasizlar. Bundan da qiziq videolar va ishlarimizning natijasini ko'rsatamiz.